Bir yigit yig'lab xafa bo'lib Abdumalik ibn Marvonning huzuriga keldi. Ey Amir al-Mu'minin, men ulkan gunoh qildim. Endi tavba qilsam bo'ladimi dedi. Nima gunoh qilding deb so'ragan edi. Gunohim juda ulkan dedi. U nima ekan? Alloh taologa tavba qil, u zot bandalarning tavbalarini qabul qiladi va kechiradi dedi. Ey Amir al-Mu'minin, men qabrlarga o'g'irlikka tushar edim va men g'aroyib ishlarni ko'rdim dedi yigit. Nimalarni ko'rding deb so'ragan edi. U boshidan kechirganlarni so'zlab berdi. Bir kecha bir qabrni kavladim. Qarasam, mayyitning yuzi qiblaga teskari bo'lib qolibdi. Undan qo'rqib endi chiqmoqchi bo'lib turgan edim. Shu payt qabrda kimningdir nima uchun mayyitning yuzi qiblaga teskari bo'lib qolganini so'ramaysanmi deganini eshitdim. Nima uchun teskari bo'lib qolgan deb so'ragan edim. Chunki u namozga bee'tibor edi. Unga o'xshaganlarning jazosi shu dedi. So'ng boshqa qabrni kavladim. Qarasam, mayyit to'ng'izga aylanib bo'ynidan kishanlangan, zanjirband qilingan ekan. Undan qo'rqib endi chiqmoqchi bo'lib turgan edim. Kimdir uning qanday amal qilganini, nima uchun azoblanayotganini so'ramaysanmi dedi. Nima uchun deb so'ragan edim. U tirikligida xamir ichar edi va tavba qilmay vafot etgan dedi. Keyin boshqa qabrni kavladim. Qarasam, mayyit olov qayish bilan yerga bog'langan va tili gardanidan chiqib turgan ekan. Undan qo'rqib endi chiqmoqchi bo'lib turgan edim. Uning nima uchun bu ahvolga tushganini so'ramaysanmi degan nido keldi. U siylikdan saqlanmas va odamlar orasida gap tashib chaqimchilik qilib yurar edi. Unga o'xshaganlarning jazosi shu dedi. So'ng yana bir qabrni kavladim. Qarasam, mayyit olovda kuyayotgan ekan. Undan qo'rqib endi chiqmoqchi bo'lib turgan edim. Kimdir uning nima uchun bu ahvolga tushganini so'ramaysanmi dedi. Nima uchun bu ahvolda deb so'ragan edim. U namozni tark qilgan edi dedi. Keyin yana bir qabrni kavladim. Qarasamki, qabr ko'z ilg'aydigan joygacha kengaygan, ko'zni qamashtiradigan darajada yorug', mayyit esa ajoyib liboslarida, nurli so'rida uxlab yotar edi. Uning haybati bosib, endi chiqib ketmoqchi bo'lgan edim. Kimdir uning nima uchun bu qadar izzat ikromga sazovor bo'lganini so'ramaysanmi dedi. Nima uchun izzat ikromga sazovor bo'ldi deb so'ragan edim. Chunki u itoatli yigit bo'lib, Alloh azza va jallaga itoat va ibodatda ulg'aygan edi dedi. Shunda Abdulmalik, albatta bu hikoyatda osiylar uchun ibrat va itoatkor bandalar uchun bashorat bordir dedi. Mazkur hikoyatda zikr qilingan ayb va nuqsonlarga yo'l qo'yayotganlar darhol tavba qilishlari va itoatga o'tishlari lozim. Alloh bizlarni ham, sizlarni ham itoatkor bandalardan qilib, fosqona ishlardan chetlatsin. Albatta u marhamatli, saxovatli zotdir.